To'yimdan keyin 2 haftalik yangi kelinchak bo'lib, erimni tashlab Yevropaga sayohatga ketib borganman. Endi hammasini boshdan boshlaydigan bo'lsak, to'yim 21-sentyabrda bo'lib o'tgan. O'zi to'yim bo'lishidan ancha vaqt oldin biz ota-onam, men, ya'ni oilamiz bilan Yevropaga sayohatni planlashtirgandik. Va to'yimiz sanasi aynan sentyabrga to'g'ri kelishini biz aniq bilmagandik. Va bizani sayohatimiz yoz oyida уже aniq bo'lib bo'lgan, ya'ni oktyabrlarda, примерно oktyabr oyida ketishimiz aniq edi. Lekin shunda ham to'y sanasi belgilanayotgan paytda qaynona-qaynotamga meni uydagilarim aytishgan. Ya'ni bizani oktyabrlarda sayohatimiz bo'lishi mumkin. Shunda qizimni olib ketaman, rozi bo'lasizlarmi? Agar yo'q, rozi bo'lmaymiz, endi yangi kelin yo'q qolsin deydigan bo'lsanglar, bir gaplashib ko'ringlar. To'yni noyabrlaganmi belgilaylik deganlar. Dadam. Lekin shunda ham yo'q, mayli ketaverishsin, aylanib kelaverasizlar deb qaynotam rozi bo'lib, erim ham rozi bo'lib, to'yni sanasini sentyabrga belgilashgan. Va qarabsizki, sentyabr 21-sida to'yim bo'lgan bo'lsa, rovna 2 haftadan keyin men, ota-onam, ukam Yevropaga sayohatga ketganmiz. Chunki bu oldindan planlashtirilgandi, vizalar olingan, hamma narsa hal qilib bo'lingandi. Lekin to'g'risini aytsam, men vashshi erim yo'qligi menga bilinmasa kerak deb o'ylagandim, chunki baribir hali bir-birimizga javniq o'rganmaganmiz, hali endi 2 haftagina yashaganmiz. To'g'ri, endi shirin shakar davrimiz, lekin baribir shunda ham ketib borganman. Sayohatni yaxshi ko'rganim uchun sayohat ko'zimga va bo'lib ko'ringan. Ketib borganman. 2 hafta biz Yevropa davlatlarida sayohatda bo'lganmiz. Parijda bo'lganmiz, Parij, Fransiya, Italiyada bo'lganmiz, Shvetsariyada bo'lganmiz. Oilaviy sayohatimiz zo'r o'tgan vроде бы. Lekin men baribir qanaqadir oxirgi kunlar erimni juda ham sog'inganman, chunki baribir уже 2 hafta ular bilan qanaqadir muddat ularga o'rganib qolganman va oldinda bo'lishlarini, mana shu joyda birga sayohat qilishimizni juda ham xohlaganman. Lekin sayohatimiz yaxshi o'tgan, yomon o'tgan demayman. Shuncha dunyo kezganman. Uydagilarim bo'lgan, oldimda ota-onam bo'lgan, maza qilganman. Lekin baribir уже oilali bo'lganingizdan keyin eringizni o'rni boshqacha bo'lar ekan. Endi shu gapimga ersiramay qoling deb yozmanglar iltimos. Bu narsani oila qurganlar, yashab ko'rganlar juda ham yaxshi tushunadi. Lekin baribir men uchun o'sha sayohat unchalik vau bo'lmagan. Lekin ota-onamga rahmat deyman. Shuncha davlatni menga ko'rsatib, chiroyli davlatlarga yetib kelgani uchun.